Assalomu alaykum barchaga qadrli yurtdoshlar. Biz har doimgidek Samarqanddamiz. Jamshid akamizning magazinlarida Best Mebel Jizzaxdagi 201-magazin mana Samarqandda ochildi. Jamshid aka, hormang. Xirmonlarga baraka deydi-ku dehqonchasiga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, umringizga baraka. Kamoliddin, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmisiz? Qanday bo'lyapsiz? Xudoga shukr, mana kelib oldik Samarqandlarga ham. Yaxshida. Samarqand hozir ana uzoq emas-ku, hozir bemalol kelib ketayotgan bo'lib qoldik o'zimiz. Hozir dunyo markazi bo'lib qoldi-ku Samarqand. Hozir turistik zona bo'lib qoldi. Mana butun dunyodan tashrif buyurishyapti. Biz ham keldik mana sizni ziyorat qilib. Bo'lmasa mebeldan bo'shay qolaylik. Davay. Keyin qolganiga o'tiraveramiz. Qanday, nima yangiliklar o'zi aka? Yangilik ko'p, Kamoliddin, yangilik haqiqatan ko'p. Keling, ko'p qatorni boshdan boshlay qolaylik. Yerda birinchi yangiligimiz bor. Malibular, bu yoqda shohxonalar, har xilcha mebellar, har xilcha. Bugun xudo xohlasa Kamoliddin stenkalarga shunaqa chiroyli skidkalar bor. Video davomida xudo xohlasa har bittasini ko'rsatib, aytib tushuntirib o'tamiz. ular bu yoqda gigantlar har doimgidek. Jamshid aka, qaysidan boshladik? Keling, mana shu yangi modelimizdan boshlab qo'yaylik. Yangi variantimiz juda chiroyli ishlangan. Avval bundan oldin siz ham ancha bilib qolgansiz, bundan oldin Gulshan degan modelimiz turardilar. Gulshan, ha. Gulshan. Mana trimosini shunday ovoring videoga o'zingizni bo'yingizdan ham biladi Kamoliddin. Qarang, bemalol borib engashmasdan qaraverasiz. MDF materiallardan ishlangan. Kamoliddin, bitta joyda ham nakleyka yo'q, endi fasadning qismida burada nakleyka bo'lmaydi. Xuddi shunday muzkoy xonalari, женский xonalari va yana alohida o'rtada qator polkalar, kiyim taxlaydigan xonalari. Mana shu ichidagi korpuslariga polni PVX degan kromkamiz bor. Qog'oz emas, plastmassa PVX 300 gradus apparatda bosilgan. Sifatlarga javob beramiz. Ya'ni mana bunaqa burchaklarini demoqchisiz. Xuddi shunday PVXdan ajrata olmaysiz. To'ppa-to'g'ri yulib ola olmaysiz. Bularga kiradiganlari shifonyerlari, mana bunday ajoyib spalnini qarang qanday ajoyib ishlangan. Va mana bunday ikkita tumbochkachasi va boya olib o'tgan videoda mana bu trimosi. Trimoga yana bitta albatta bitta stulcha ham qo'shib beramiz kelinchalarimizga. Keling, narxlariga keladigan bo'lsak, Kamoliddin, buni bilasiz, bu o'tgan yili bir chiqarib, shu bilan sal qimmatli qilgani uchun to'xtatdik. Narxi juda baland edi. Bu yillarga xudo xolasa mana skidkalar bilan boshladik. 6,5 milliongacha sotilgan Kamoliddin. 6,5 millionga sotilgan. Kecha Jizzaxda bergan videomizda 5,800,000. 5,800,000 ketdi. 5,800,000 mana shu komplekt plus bunga ana shunday uzun 270 shifonyerlari bilan. Shifonyerlar 270, shunga e'tibor qilinglar. Bu modelda 240ligi ham bor, kichikroq varianti. Narxini bir xil qilib qo'yishgan. Mana shu 270 shika bilan 5,800,000. Boyaga aytganimdek stenkalarga keladigan bo'lsanglar, stenkasiga qarang. Ajoyib, o'ziga komplekt mos qilib chiqarganmiz. Xuddi shunday. Yana bitta iltimos, esimdan chiqdi, ming bor uzr. Shu modeldan bu modellar ko'plarda ko'p bor bu modeldan. Lekin mana bu ustumga, Kamoliddin, mana shu ustumda aytib o'taylik. Ustumi bor. Bu tomonda ham, bu tomonda ham. Bu 80, 69, 100 degan fasollarimizdan olinganda bu ustumlar. Ustumlari ham MDFdan. Xuddi shunga moslab o'zini mana bunday stenkasiga ham mana shunaqa ustumlar qo'yganmiz. Kamoliddin, mana bunday ajoyib bir xil qilish uchun, ha? Ustumlar qo'yilganmiz. Bularga masalan bu ortiqcha xarajatdan deb qarasangiz, shuni biz ichida qo'yardik. Ustumlar qo'yilgan, xuddi shunday servantning tagida qoshlariga ham e'tibor qiling. Avvallari oddiy laminat qoshchalar planka deyiladi, o'shanaqa turardi. Xullas 5,800,000. Xohlasangiz stenkasini ham olmoqchi edim desiz. Stenkasi, men boya va'da qilganimdek, stenkalarga bugun shunaqa skidkalar bo'ladi.
o'zingiz ham ishonmay qolasiz. Yo'q, Stenka o'zi alohida 4 milliondan sotilgan. shunday. Yiqilib qolsa 3 million 800 sotadi-da. Biriga oling 3 millionga stenkasini beraman. 3 millionga mana shu turishini 3 beraman. millionga stenkasini shifonyeri bir xil razmerda. 270 stenkalar ham katta ishlangan. Gap Qanday ajoyib bir-biriga mos ishlangan. Do'stlar, nima deyapti? Kommentariyani banglatamiz. Menimcha bunaqa narx boshqa joyda yo'q. Mana bu ustumlar shunday bonusga kirib ketyapti. Hisoblanmayapti o'sha. 3 million so'm mana shu stenkasi bilan birga общий olganingizda 8 million 800 ming. Ana bo'lmasa ham. Вообще bitta kelin-kuyovni ishi bitib ketyapti. Bitta. Hamma ikki xona to'la, bekami ko'zsiz, trimosi, spalnisi, shifonyeri, stenkasi hammasi bor xullas. Gap yo'q. Zo'r, xullas ketdi. Komplektga и отдельныйga ham Xohlovchilarga keyin Kamoliddin rangi masalan hozir eng trendy ranglardan bittasi bu. Xohlovchilarga rangini o'zgartirib ham bera olamiz. U variantlari ham bor. Jamshid aka, endi high-tech fasonlarga o'tamiz. Mana ko'pchilik yoqtirgan balchiqni o'zingiz nom qo'yganingiz. Balchiqni yangi nomi, ya'ni Barchinoy deb nom qo'yganman. Ko'pchilik bilishadi. Shunday Kamoliddin obunachilaringiz, auditoriyangiz bu mebelni yaxshi bilishadi. Barchinoy deb nom berganmiz. Rossiyskiy materiallardan ishlangan. Mana qo'limda bolt, temirli. Ustuni ham keling yaqinroq mana trimosini ko'rsatay sizga mana. Qirilmaydigan, chizilmaydigan materiallardan, yoni ham, usti ham bir xil materiallar, rossiyskiy materiallardan ishlangan. Tur xonali, 6 ta eshik bo'lgan bilan 4 ta xona. Tur eshigi mana shu 4 ta eshigi oldiga chiqqan fason 80-69 100 fasondan olingan. Bortib chiqqanda, bortib chiqqan to'ppa-to'g'ri. Bu chiti bilan o'ch chitida mana bunday ajoyib qator kiyim taxlaydigan xonachalari bilan. Bu o'g'il bolalarimizga bo'lsa, nari tomonda qizlarimizga va yana alohida bolalarimizga va qizlarimizga bundan ikkita xona bo'ladi. Alohida. Va mana bunday ajoyib trimosi. Trimolar ham baland ishlangan. Bo'yingiz ega o'tirmaysiz, shu turganda ham, mana tikka turgan holatda ham mana bo'yingizni bemalol egallaydi. Mana bunday ajoyib usta tortmalari va o'zimizda firmaning mana bunaqa yashirincha xonalarimiz, sefchalari bor. Mana bunday ajoyib spalnisiga e'tibor qiling, bosh tomonlariga yumshoqqina machalkadan ishlangan. Yostiqsiz ham bemalol boshingizni qo'yib, bemalol telefon o'ynaysizmi, gazeta o'qiysizmi, jurnal o'qiysizmi, bemalol qiynalmaysiz. Endi o'zi biladi, nima olgandan keyin nima qiladi. Endi mana bunday ajoyib spalnini oyoq ishlarini sandiq ham qilib beramiz. Bu narsalarni tashlab qo'yasiz, do'stlar. Sandig'i ham bor mana shunday. Paralom rossiyskiy machalkadan ishlangan, 100% garantiyasidan beramiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin, narxlari 6 million 200, 6 million 300 shunaqa narxlar sotganmiz. Keling, bugun sizga va'da qilganman, yaxshigina skidka qilib beraman deb. 5 million 800 Kamoliddin. 5 million 800 ga ketdi. 5 million 800, xudo xohlasa video davomida xuddi shu rangida yana 6 eshikni ko'rsatib o'taman. Bundan ham arzon. Bundan ham arzoni bor, video davomida ko'rsataman. Bundan katta, bundan arzon. Xuddi shunday. Do'stlar, 5 million 800 ming so'm. Like'ni bosib videoni oxirigacha ko'ring, xohlasangiz zo'rlarni qo'yib beramiz. Ranglarga keladigan bo'lsak, ranglardan muammo yo'q. Ranglarni o'zgartiravering, xohlang qaymoq rang, buni qaymoq rangidan ham qilib berdik odamlarga. Xohlasa mana bulutcha ranglardan ham qildik. Ranglarning ahamiyati yo'q. Ranglar o'zgartirib boshqa olamda, endi bu haqiqiy mramor. Mana qarang, mana bolt gaykada mana bemalol ustlari ham, ichlari ham bir xil rossiyskiy material. Har kelganimizda qiramiz, hech bu qirilmaydi ham, chizilmaydi ham, haqiqatan. Qirilmaydigan o'zbegim mebellar haqida maza qilib tutadilar. Kupeyni variantimiz juda ajoyib ishlangan. Mana tor uylar bo'ladi, yoki spalni xona kichikroq ishlangan bo'ladi-ku, shunaqa joylar ham bo'ladi. Mana shu joyingizdan yutasiz, eshiklarni ochib yurmaysiz, masalan, yonga qarab suriladi. Juda qulay narsalar. Pastga ham, tepaga ham ilinadi. Bu muzkoy xonalari va yana alohida qator polkalarga e'tibor qiling, qanchalik ko'p. Polka. Xonalarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta xona. To'g'ri, 2 ga bo'lganim sababi 7 xona bo'lyapti. Do'stlar, kelin-kuyov talashib qolmaydi. Talashmasdan haqiqatan tushadi. Bu qizlarimiz xonasi, bu tomoni jinskiy, oyoq kiyim pasapkasi, bosh kiyimlari va veshilkasi uzun kiyimlarga. Juda ajoyib ishlangan. Bunga moslab bunday ajoyib trimolarda har doimgidek o'zimiz firmaning yashirincha xonalari, sefchalari. Xuddi shunday o'ziga moslab bunday ajoyib spalnisini mini qilib yiqqanmiz. Bosh tomonini yiqqanmiz. Bu bilan pashti bir xil ekan. Mana bu Barchinoy bilan bu bulutniki pashti bir xil. Xohlovchilar Kamoliddin bu spalniga mana shunday qilib Barchinoyda oyog'iga qo'ygan mana bunday sandig'imizga sandiq qilib beraveramiz. Muammo yo'q. Tushunarli. Narxlarga keladigan bo'lsak, o'zi kupeyni variant sal qimmatroq yuradi. Sababi mana bu luchida deyiladi. Mana yuradigan balonchasi. Shuni hisobiga sal qimmatroq chiqadi.
keling endi biza soniga nima deydi optimiga ishlaymiz. Quyuq suyuq biridan sal kamroq biridan sal ko'proq bir-birini qoplab ketaveradi. Buni ham xuddi shunday 5.800.000 da qo'ldiradi. Bu ham 5.800.000 da bir xil. 6.5 ga sotilgan. Gap yo'q do'stlar. 5.800.000 komplektlar. Lekin hozir olib qoladigan joyini ko'rsatyapmiz. Narxlar bir ikki oydan keyin yana ko'tarilish ehtimoli katta. Shuning uchun bosamiz. Kamolda bitta mana shu yangi troykamiz oling. Qarang qanday chiroyli chiqadi. Bu vashi vahima chiqargan lekin. Juda Bo'rttirib, juda ham hashamdor qilibdi-da. Juda ham chiroyli, ranglari ham juda chiroyli ishlangan. Yangi troykamiz. Nima deyapti lekin, juda baland. Yangi troykamiz. Kecha Jizzaxda videolarimizni bergan bo'lsangiz, hech kim ko'plar ishonmadi. Hali ham telefon olishadi. Haqiqatdan shu narxmi debdi. Albatta shu narx. Gapga javob. Agar qarang, Xudo xohlasa, mana keling mana shu troykani narxini aytishdan oldin meni ham kichikroq bitta shartim bor. Mana hozir sizlarga mebellarni ko'rsatib o'tyapmiz, yotoqxona mebellarini. Xohlang mana bu bulutdan, xohlang boyaga ko'rsatgan balchig'imizdan, xohlang nariga birinchi ko'rsatgan. Xullas shu mebel magazinimizdan xohlagan bitta mebelni oling. Bunga yana qo'shimcha qilib stol, stul, uголок xohlasangiz bitta mebel oling. Mana shu troykani nech pul? 4.700.000 qilib beraman. 4.700.000 ga. 4.700.000 ga troyka alohida oynalar grabirovni. Ichiga qo'yilgan oynalar farset bo'lgan, qo'lda kesmaydigan 0.8 li oynalar. Aka, bu o'zi foyda qolyaptimi sizga? Nima deyapti? Bu narxni kam o'ram, hamisha o'ram. Siz bu Samarqandga kelib, вообще narxlarni sindirib tashlayapsiz-ku. Do'stlar, haqiqatdan narximiz arzon bo'lsa, bitta kommentariyani bombasini yozamiz. Like, podpiska sizlardan bo'ladi. 4.800.000 dedimmi? 4.700.000. 4.700.000. Uzr, adashma. Sal chalg'idim. Jizzaxda ham xuddi shunday 4.700.000 berganman. Bunga boya xuddi shunday shartimiz boyada troyka olaman, lekin menga spalni naborim bor edi desalaring, xohlang uголок oling. Videoda ularni ko'rsatamiz, xohlang stol stul oling. Bor hammasidan. 4.700.000 so'm. MDF 320 lik stenkamiz. Do'stlar, mana shunday joyi bosamiz. Navbatdagimiz tros modeli do'stlar. To'g'ri, o'zim ham esimdan chiqib qolyapti. Tros modeli. Tuppa-to'g'ri tros. Hali endi modelcha uzoqroq o'tirib bir o'zingiz oling. Shifonyerimiz ham shifonier. Juda katta ishlangan, juda ajoyib ishlangan. Juda bagati ham ishlangan, buni qarang. Hali ham joyimiz sal to'rlik qilib, Tremollar qanday ajoyib ishlangan. Katta. Tremolar ham juda ajoyib ishlangan. Boyagi spanlining bosh tarafi ham juda chiroyli mana. Juda ajoyib ishlangan. Bunga ham bugun zo'r bitta skidka qilib beramiz. Qani? Tros. Juda chiroyli model, juda hashamatli, katta ishlangan. Xonalari ham bitta xona, ikkita xona, uchta xona, juda ajoyib ishlangan. Xonalari ham ichlarini qarang. Odam bahri dili ochiladi. Juda chiroyli ishlangan. Bu ham xuddi shunday MDF dan ishlangan, Krashinni MDF deyiladi. MDF dan ishlangan. Buni ikkita eshigi oldiga chiqqan fasoni, bo'rtib chiqqan fasoni, to'rtta eshik orqada ishlangan. Xuddi shunday mana bunday ajoyib primolari bilan tumbalariga ham e'tibor qiling. Mana bitta tumbasi bu yerda ekan, mana ikkinchi tumbasi mana bu yerda. Spalnini oldiga qo'yganmiz. Mana bunday ajoyib chiroyli ishlangan. Joyimiz kichikroqligi uchun mini qilib qo'yganmiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin 9 million, 8 million 800. Oxirgi videomizda adashmasam 8 million 300 berdik buni. 8 million 300 ga. 8 million 300 berdik. Keling bir portlatamiz. Qani. 8 million 300 bo'lsa 500 ming yana skidka. Yana 500 ming bo'ldi. Yana 500 ming skidka. 7 million hali shu trosni ishlab chiqarganimizdan biri 7 million 800 ga narx bo'lmagan. 9.5. Shunday. 8.5 bor, ana shunday bo'lgan. 500 ming skidka bilan 7 million 800 ming so'm. 7 million 800 ga nima deyapti? 7 million 800 ming. High-tech fason. Juda ajoyib. Nima deydi? Zo'r, bagati. Menimcha arziydi. Hali Rustam akam bilmaydilar, ular Rustam akam hali yo'qlar. Hali xabarlar mayqimda yozib qo'yarlar. Mana o'tashiblar aka 8 million 800 deb. 7 million 800 ming. Kelinglar, baraka topkurlar. 100 kilometrgacha olib borib chiroyli qilib ustanovka qilib berish bizdan. Ana, o'tgan yili sotilgandan 1 million arzoniga beryapsiz. 1 million da zyotam. Tugab qoldi demaymizmi? Yo'q, momo, shunday telefon hozir bekorchi biz. To'ykam. Agar konkret mana bir xillar aytadi, bizda ko'p savdo. Hozir haqiqatan odamlarda savdo, pul yo'q payti. Shunga sizlar ham gap yo'q. Addushi o'zimizni eskilarda ichi uzildi vaqtimi? Endi hozir hamma endi aslida dalada, unda, bunda shunday. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lganlarga kelinglar, aytilgan narxlarga javob 7 million 800 ming 100 kilometrgacha olib borib berib beraman. Gap yo'q do'stlar, barakasini bersin. Xo'p, keyingisi Toj Mahal dedingizmi? Toj Mahal.
Voy. Shunaqa skidka berdim bunga ham. Ko'plar ishonmaydi. Dedim, savdo yo'q. To'y kam. Qizlar, Kelavering. bolalar nima bo'lyapti sizlarga? Uylanadigan paytingda Uylaninglar, pullar ham pul erkaklar. yo'q desa. Ular zo'r model. Pul bo'lganda Ha, uylanardim ha. deb yozib yuboringlar do'stlar. Xudoyim ishqilib barakasini bersin. Yaxshi, hammasi Xudo joyida. xohlasa Jamshid aka Ko'p bu yil gaplarimiz hazil. bu yil hamma uylanadi. Xudo xohlasa uylanmaganlarni ham uylantiramiz. Ana, xohlasangiz ikkitadan bosib olishingiz mumkin. Uni musulmonchilikda haqqi bor erkaklarda. Do'qlaring yetsa agar. Ana. Qarang, Kamoliddin, To'ji Mahal haqiqatan zo'r modelimiz, juda ajoyib ishlangan choka rangi, buni marmar rangidan qilib berdik. Adashmasam Buxoroga qilib berdik. Keyin yana bitta marmar qaymoq rangidan qilib berdik. Uni Samarqandni o'ziga qilib berdik. Xullas, shunday bu model chiroyli, rang tanlamas ekan. Ajoyib rang. O'zini rangi ham chiroyli, xohlang boshqa rangga o'zgartirsangiz ham chiroyli chiqar ekan. Men ko'zim bilan ko'rdim-da. Toshkentga yaqinda shuni kupeyni variantini ham qilib berdim. Buni kupeyni variantlari ham bor, koreyskiy variantlari ham. Xullas, narxlarga keladigan bo'lsanglar, Jizzaxda o'tgan safar berdim. Biroz gapingiz bilan bu 6 million 700 edi, keyin 6 million 300 ga tushirdim. Jizzaxda 6 million qilib qo'ydim. 6 million Jizzaxda. 6 million so'm, Samarqandda ham 6 million so'm. Agar boya bitta gapimiz, shartimiz yana bir nima qo'shib oling, bilmayman nima. Uголок, stol, stul, yo'qsa stenka oling. Mana masalan troykani oling. Troykaga o'zi mana skidka ketdi. 4 million 700 ha? Shu troyka bilan mana uni Toj Mahaldan berdik. 6 millionmi? Bundan ham 500 ming o'chiraman. Yana 500 ming. Olib tashlayman 500 ming. 5,5 million. Gap yo'q. Ana 5,5 million so'm. haqiqiy mujikni gapi bo'ldi aka. Mana Eshiklar skidka vakuum, misan, juda skidka. ajoyib ishlangan. Ichkarilarini qarang, ichlarini. Keyin bo'ldi, eshiklar vakuumli. Eshiklar vakuum, pastga ham, tepaga ham ilinadi. Bolalarimizga mana bunday o'rtalari, mana bunday ochilib ishlarini qarang, juda ajoyib ishlangan. Juda ajoyib. Qizlarga ham, bolalarga ham xonalar yetarli. Veshilkalari qo'yilmagan. Juda ajoyib. 500 ming bunga ham skidka 5,5 million. Agar boya aytganimdek, Yana bitta mebel yana olsa. bitta mebel olsalar ham. Xohlasa jo'rasi bilan ham kelib bitta narsani olsa, ikki kishi bo'lib kelsa ham yo'q, farqi yo'q. bitta odam yetalab grillamanga bo'ldi. Mana qarang, Kamoliddin, mana masalan 5,5 ga beryapman-a boya bir narsa. Shunday. Siz troyka masalan 4 million 700 qimmatli qilyaptim. Keling, baraka topkor 3 millionga mana uni oling, bo'lsa mana stenka. Buni olsa ham 500 ming skidka qilib beraverasiz. Gapga gap. Ana 5,5 millionga nech pul dedim? 3 millionmi? 3 million. 8,5 millionga high-tech bilan mana uymali naqshli shohona stenkamiz. Ana bo'lmasa. Do'stlar, gapda erkagi bo'ldi. Bosadigan joyi. Like'ni bosish esdan chiqmasin do'stlar. Biz nima deydi? Prosta sizlardan pul ketmaydi, videomiz kengroq tarqaladi. Mana shu arzon joyini ko'pchilik topib ertaroq kelib olib ketgan bo'ladi. Shunday. Poddeshka qilamiz. Qani keyingisi? Do'stlar, endi mebelni haqiqiy shoxonasiga o'tamiz. Mana bu nima deyapti? Rangini qaranglar, rangini, naqshlarini qarang. Jizzaxda ham ko'rsatdik, Kamoliddin buni yashilini. Boshqa rangini. Yashil rangi, balotoviy rang. Qaymoq rangini ham o'tgan videolarimizda ko'rsatdik. Mana bu tilla rangi do'stlar. Buni avtori bir ukaxonimiz bor, Nasrullo degan ukaxonimiz. Shunga unga bu sotilgandan tilla Nasrullo deyishadi. Avtor juda zo'r ishlangan, ishga gap yo'q. Ideal. Haqiqatdan do'stlar, nima deyapti? Bosh tomondan qarang, spalni почти 100 barobarda, balandligi mana bunday ajoyib. Yonda nima tumbalari, svetillar birolarda, svetlar yonib turadi. Bu tomonda ham bo'ladi. Oldingizda mana oyoq uchi sandiq ekan. Joyimiz torlik uchun bu yoqqa qo'yolmadik Kamoliddin, mana bundaqa oyoq uchida sandig'i turadi. Kerakli narsalarni solib qo'ysak bo'ladi. Juda ajoyib ishlangan. Ortopedический matraslari bilan mana bunday ajoyib shifonyer. Juda ham chiroyli ishlangan. Ideal. Oynalar farset bo'lgan polni, oynalar oddiy qora oyna emas, yo'qsa oppoq oyna emas. Yodivoy oynalar bular qimmatroq turadi. Lekin ishiga javob. Mana bunday ajoyib trimolar ham mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, baland ishlangan. Engashib qaramaysiz. MDF dan ishlangan. Narxlarga keladigan bo'lsanglar, Kamoliddin buni siz bilan biz Instagramda ham berganmiz, 12,5 million bergandik. Keling, bunga 500 ming skidka qilaman. Yana 500 ming. 12 million qilib beraman gapni. 12 millionga do'stlar, yana 500 ming skidka. Do'stlar, bunaqangi mebellar bir ikkita joylarda ko'rganman, endi aytish kerak yo'q. Kamida 15-16 million sotilganda. Shunday endi videoda ko'rinmay yaxshi ko'rinmas balkim. Nima ham unchalik qimmat deyishlarimga to'g'ri, obunachilarimizga qancha arzon qo'ysa o'shancha qo'limizdan kelgancha arzon qildik.
agar o'zlaring kelib ko'zlaring bilan ko'rsalaring 12 millionga arziydigan mebel ekan. Indamay olib ketadi, to'g'rimi? Xohlovchilarga atak 12 millionga kompleks servantalar ham bor bizda. 10 millionga ham bor, 8 millionga ham bor. Kelavering xohlovchilarga mana bunaqa mebellarimiz ham bor. Gap yo'q do'stlar, ma'qul kelsa bosamiz. Navbat eng katta, eng nima deydi? Gigant. Bag'ri keng shkafga keldik, gigant. Bulutni akasi desak bo'ladi menimcha, shundaymi? To'ppa-to'g'ri. Bulutni akasi bu ham xuddi shunday rossiyskiy materiallardan ishlangan. Qirilmaydi, chizilmaydi. Ikki xil kombinatsion rangda ishlaganmiz. Bu rang bilan buni bir kombinatsiya qilganmiz. Juda ajoyib ishlangan. Xonalarini sanab o'taylik yana bir bor. Ancha bo'ldi ko'rsatmaganimizga buni ham. Alohida qator kiyim taxlaydigan xonalari va yana alohida ikkita tortma. Muskoy xonalari tepaga ham pastga ham ilinadi. Bu yana alohida qizlarimizga, bolalarimizga kiyim taxlaydigan xonalarimiz. Polkalar. Va yana alohida qizlarimizga kiyim ilaydigan xona va yana qizlarimizga kiyim taxlaydigan xona va yana ikkita tortmalar. Ko'ryapsizmi, bu gibrid. Gibrid. Bu menimcha bitta katta rozvorda ham kiyim-kechakni yutaveradigan shifonerlardan. 3 metr Kamoliddin. Uzunligi 3 metr. Hali mana yopishimga ham bir yarim soat vaqt ketdi-yu, ochib tashibman. 3 metr. Juda ajoyib ishlangan. Trimolar qarang, balandligiga. Trimon balandligi. Engashmaysiz. Tik turgan holatda ham bo'ladi. Xuddi shunday ustida buni sekretkalari mana portachalari va yana alohida o'zimizni yashirincha xonalarimiz. Serminli. Joyimiz sal kichikroqligi uchun spalni faqat bosh tomonini qo'yib qo'ydik. Bizda har doimgidek joy yetmaydi, chunki Jamshid akamizning mebellari juda ko'p. Shunday. Xo'p, narxlar kamida 7,5 sotilgan edi. To'ppa-to'g'ri 7,5 mana o'chirib tashlaganlar, men aytdim, o'chiring, men bugun Rustam aka skidka beraman. Skidkani udarini qilib beramiz. Skidka 7,5 minus 700 ming. 700 ming. 700 ming maydalashmadim. 700 ming. 6 million 800 hali ochganimizdan beri 7 dan ham kam qo'yilmagan bu mebel. 7,5 yuz aka. Shunday. 7,5 yuz. 7,5 shu Samarqanddan magazin ochganimizdan beri 7,5 7 million 700 7 million 800. Bugun mana xudo xolasa skidkani o'dari 6 million 800 ming. Gibrid ham koreyskiy ishi ham o'zimizning joydagi ishlar. 3 metr shifoner. Endi do'stlar mana hali ham olmasalaringiz endi bilmadi. Do'stlar, vaqti narxlar sinib ketgan, to'g'risini aytsam. Xalq maza qiladigan joyi, lekin to'g'ri tushunish kerak. Hozir xalqda ham uncha pul qisilgan payt. Ha, o'z hammamizda. Hammada ham shunday. Shuning uchun skidkani bombasi boyagi narxni ushlab turgan yo'q akamiz, skidka qilib xalqimizga shu kam bo'lsa ham ertaroq xalqimiz olsin, biz ham ishimiz aylansin degan maqsadda narxlarni sindirib beryapti. Hozir shunday zo'r vaqt, haqiqatan ham hozir sal nima o'zi boya eskilanadi, ichi uzildi vaqtda, endi sal hozir odamlar yig'inayotgan vaqtlar bo'lyapti, ekin-tekin qilayotgan vaqtlar. Xohlovchilarga mana hozir masalan kelib turib, mana mebelni olmoqsiz, lekin to'yingizga hali 2 oy bor. Yo deyli 3 oy bor. Farqi yo'q. Keling-da. Zakrata sendan 500 mingmi, 1 millionmi bering-da. Bo'ldi, sizga bron qilamiz. 3 oydan keyin olasizmi, 2 oydan keyin olasizmi, 3 oy, 2 oydan keyin ham sizga bir narxi oshdi. Bunaqa palon bo'ldi degan gap bo'lmaydi. Договор дорожный o'sha kelishilgan narximizda qoladi. Qolganini olib borib 2 oydan keyin deyishadimi, 3 oydan keyin olib borib itib berganimizdan keyin pulini berishadi. Erta o'zgarib ketib, sizga minus bo'lib ketsa-chi? Hammasi Allohdan. Allohdan hammasi. Qanday o'sha bergan 1 million zaklatni biz o'shani foydalanib turamiz. 2 oy, 3 oy oborot qilsa, keyin sal oshgan taqdirda ham ziyon qilmaymiz baribir. Ana bo'lmasam, bunaqa shans lekin hech kim aytmagan. Jamshid akamizdan shedevrni ko'raveramiz. Do'stlar, gap yo'q lekin. Hali davomida buni qarang, qanaqa dahshatlari bor. Buni qarang deydi-ku. Qani aka, buni bomba qilib narxlari bilan sanab ayting. Narxlarni tushiramiz. Va'da bergan ekan bo'ldi. Diana ajoyib mebelimiz. Bu safar sal ulgurmay qoldi. Dianani sal o'zgartirish kiritganmiz. Nima? Endi ko'p emas. Tepalariga qosh qo'yganmiz. Ha, yangicha fason. Xuddi anaqa orqangizda turgan qoshlardan qo'yganmiz. Shivaniya turgan qoshlarda. Xuddi shu fasonda faqat qosh qo'ygansiz. Turbocha haytek qoshlar qo'yilgan fason. Hali ulgurmay qoldi olishga, qo'yishga deganim ulgurmay qoldi. Narxlarga keladigan bo'lsa, Dianalar bilasiz. Oxirgi Jizzaxda bergan videomizda skidka qilib 8,5 qildim. Keling, bunga ham bir udar skidka qilamiz. Qani? 1, 2, 3. Xuddi shunday bunga ham 700 ming skidka. Nechta bo'lyapti shunda? 7 million 800 Diana.
7 million 800. 7 million 800 mingga o'sha yangi chiqqan variantda xohlovchilarga shundan xohlovchilarga qo'sh qo'yilgan yangi variantdan qilib beraman. Ana. 7 million 800 ajoyib ishlangan. Mana uymalarni bilasiz. Nima deydi? Kamolda uymalari juda zo'r ishlangan, tiniq ishlangan. Silliq qilib a. Silliq juda ajoyib ishlangan. MDF materiallari MDFdan ishlangan, fasadning qismi ichkilari o'zini rossiyskiy laminatdan ishlangan. Xuddi shunday bunda ham женский, muzkoy xonalar alohida va yana qo'shimcha oyoq tortmalar, ikkita tortmalari va tumbalarga ham e'tibor qiling, ham ustki qatlami ochiladi, ham tagi ham ochiladi. Tumbalar ham juda ajoyib ishlangan. Mana bunday ajoyib spalnisi. Komplekti 100 kilometrgacha 7 million 800 ming so'm. 7 million 800 gana ketdi. Do'stlar, 8,5 dan sotilgan narsalar mana 7 million 800 nima deyapti? Xo'p, navbatdagimiz bunga Rustam aka bunga Madonna nom beryaptilar. Madonna, yangi nommi? Madonna yozinglar. Nima ekan Madonna deyman. Qanaqa mebel desam shuni aytganlar ekan. Haqiqatan yaxshi o'tyapti. Zo'r. Narxlari ham nima deydi? Chunte bob. Pista bob narxlari ham. Mana bunday ajoyib. Hech qaysi mebeldan qolishmaydi. Xuddi shunday bu ham high-tech usulda ishlangan MDF material. Shampan rangi. Yaqinda Samarqandga yoki Toshkentga adashmasam kumush ranglardan ham qilib berdik. Rangini xullas ahamiyati yo'q. Mana bunday ajoyib shifonyerlari, tumbalarning tepasi tortmalar ochiladi. Quloqchalikni joyimiz bilan savdoyimda yetmayapti, kichikroq joy. Mana bunday ajoyib trimosi, mana bunday ajoyib spalni bosh tomonlarini qarang. Qanday chiroyli, yumshoqqina boshni qo'yib yostiqsiz ham yotsa bo'ladi. Yo'q. Narxlarga keladigan bo'lsanglar 6,5 million so'm. 6,5 million. 6,5 million. Men hozir bir 7,5 8 million deydimi desam, 6,5 million. 6,5 million. Do'stlar, ko'rinishi shunaqa qimmat ko'rinishda bo'lib turibdi, lekin 6,5 вообще tortmalar. to'g'risi gap ham yo'q. Lishni gapirishga вообще narxlar bomba. Bosadigan joyi. 6,5 plyusga arziydigan mebel. Haqiqatan ham yaxshi mebel, MDFdan ishlangan. Gap yo'q. Do'stlar, navbatdagisi balchiqni yangi fasoni. Xuddi shunday bo'ya sizga aytdim Kamoldan. O'sha Barchinoydan ham arzonroq chiqadigan variantimiz. Xuddi shunday bu ham 6 eshikli, lekin 3 xonali. Razmerlari bir xil ikkalasi ham. Bir xil. Xuddi deyli muzkoy xonalari, женский xonalari, mana keyin taxlaydigan xona va qizlarga va taylarda tortmalari bilan. Tortmalari, alohida tortmalari, mana bunday ajoyib svetilnilar. Xuddi shunday bu ham qirilmaydigan, chizilmaydigan materialdan ishlangan, zo'r materiallar, rossiyskiy material, zo'r material. Ranglari har xili bor. Hozir endi mana trendda balchiqlar uchun ko'plar balchiq so'raydi, shuning uchun balchiq rangidan qo'yamiz. Xohlovchilarga rangini o'zgartirib beramiz. Mana bunday ajoyib spanlarni qarang. Qarang. Spanning bosh tomonlari juda ajoyib ishlangan. Bu tomonga o'tsangiz Kamolda ajoyib bunday trimosi ham. Do'stlar. Spanli trimosi yonida shunaqangi qo'lkachalari bor. Xo'p, narxlar qanday bo'lyapti? Narxlarga keladigan bu selli keling 5 million 200 ming. 5 million 200 ga ketdi. 5 million 200 mingga xuddi shunday yotoqxona komplekt 6 narsasi bilan spalni, shifonier, trimo, ikkita tumba va yana o'tiradigan stulchasi trimoga. Общий komplektda 5 million 200 ming. Svetilnilar bilan. Gap yo'q. Qani svetilnik? Mana. Ulanmagan-da hali, ulanmagan. Do'stlar, mana bu yerda svetilniklar ham bor ekan. Gap yo'q lekin. Zo'r. Navbatdagi mebellarimiz nima deydi? Nomi ham вообще antiqa. Maya. Qarang, qanday ajoyib ishlangan. Gap yo'q lekin. Juda ham chiroyli ishlangan. MDF material. Shohona variant. Shkaflar adashmasam 270 dan ham ziyodroq. Balandliklari 2,5 metr. Spalning oyoq uchlari uymali MDFdan ishlangan. Naqshli oyoq uchlari. Spalning bosh tomonlari juda ajoyib ishlangan. O'ziga moslab trimolarni qarang, qanday chiroyli ishlangan. Qoshlarni qarang. Shturishdan shunga moslab mana stenkalar ham alohida aytib o'tamiz, xudo xolasa hozir. Zo'r mebel, haqiqatan ham zo'r. Hozir ham yaxshi o'tyapti. Kecha adashmasam Samarqand Urgutga shuni tanlashdi-yu, faqat bizga shampan rang bo'lsin deyishdi. Muammo yo'q. Shampan rangidan olib borib kelib ham berdi o'sha kechani o'zida. Ranglari demoqchi bo'lganim, hozirgi paytda nalichida 2 xil rangidan bor. Xuddi shunday mana Atachento kumush rangidan shampan rangidan ham bor. Tillali qilib ishlangan shampan rangidan ham. Juda chiroyli ishlangan.
narxlarga keladigan bu selli 7,5 sotganmiz Kamoliddin buni ham. Shunday. Bilasiz, 7,5 million edi. Pastdan ishlab turadi, 7,5 million. O'tgan yilgidan sal o'zgartirganmiz buni ko'rinishini. Bunga ham xuddi shunday 700 ming bunga ham skidka. 700 ming? 6 million 800 ming so'm. Ne Og'ayning gap o'zini yo? oling, og'ayning bir nima qo'shib oling, farqi yo'q. 6 million 800 ming so'm. Do'stlar, narxlar ashi qoq bo'linib ketdi-ku. 6 million 800. Mebel misal mebel. Shunday uyga borib bering, o'zingiz ham havosiz keladi. Juda ajoyib ishlangan, juda Uyda chiroyli tursa- ishlangan. Juda Judayam chiroyli chiroyli ko'rinadi. Men o'zimni og'aynimga 7,5 millionga beruvdingiz, bilsangiz. Nasib qilganda. Mana bunday qarang, stenkalarga boya aytgandek, va'da stenkalarga zo'r skidka beraman degan. Siz mayani olyapsiz, yo bo'lmasa deyli balchiq olasiz, yo bo'lmasa qanaqadir mebel oling, farqi yo'q boya aytganimdek. Stenkani qarang. Bu ham g'ashshi udar. Stenkani Stoykali, bortib chiqqan. bo'rtib chiqqanlar bilasiz 4,5 million o'zi. Shunday sapokli. 4,5 million. Agar ikkovini bitta joydan olsangiz, bu 6 million 800 bo'ldimi? Agar ikkovini bitta joydan olsangiz bunday qilaylik. Bunga yana 300 ming skidka qilaman mayli. Yana 300 ming. Ikkovini hisobga to'g'irlab qo'yay. Ikkalasini 10 million. 10 millionga mana shunday shohonasini olib ketamiz. Shunday. Do'stlar, nima deyapti? 6,5 ga 3,5 bitta joyda bo'lsa. 3,5 million. 3,5 millionga mana stenka. Nima deyapti, Stenkani do'stlar? qarang, boya siz yaxshi bilasiz. Sapogli. MDFdan ishlangan, ustunlargacha, sapoglargacha MDFdan ishlangan. 5,5 sotilardi, do'stlar. Ranglarni o'zgartirib olaveramiz, farqi yo'q boya aytgandek. Yo'q, Yaxshi. faqat mayani o'zida ekkan bo'lsa 6 million 800 ming, stenkasi bilan bo'layotgan bo'lsa 10 million so'm. Mana ketdi. Do'stlar, navbatdagi mebelimiz mana spalning boshini ko'rib turibsiz. Xuddi shuni shkaf varianti, shfaner. Shfanerlari, xuddi boya spalnini ko'rsatganimiz. O'sha spalnini komplekti bu Kamoliddin. Boya aytgan mayamizni sinisi deylik. Ha, mayani singlisi. Mayani sinisi. Mayani opasi qilamiz keyingisida. Ha, keyin opasi qimmatroq yuradi-da, sinisi arzonroq yuradi. Bo'ldi. Nomim topolmay qolyapmiz oxirida. Mayani sinisi xuddi shunday MDFlardan ishlangan. Ranglari ham bir xil boya maya bilan. Sal fasonni o'zgartirib ketganmiz. Buni ham hamyonbop qilib ishlaganmiz. Rossiyskiy materiallardan ishlangan. Xuddi shunday bunda ham spalnisi, shfaneri, to'shoynasi, o'tiradigan stulchasi va ikkita tumbasi. Komplektlarga keladigan bu selli mayani 6 million 800 qildimmi? 1 million arzon. 1 5 million 800 ming so'm. Ana bo'lmasa 5 million 800 ana spalnisi ham to'p ko'rsating. Qanday ajoyib ishlangan Kamoliddin. Hali ham joyimiz har doimdek kichikroq qilyapti. Qarang qanday chiroyli ishlangan spandilari. Haqiqatan zo'r. 5 million 800 ming komplekti. Bunisi nima deyapti do'stlar? Haqiqiy nima deydi? Santa Claus qorboboni chanasida chiqarib qo'ygan. Вообще komfort, juda katta. Buni ham o'zgarish ishqibozlari bor. No, kamida 9 million sotilyapti. Shunday. Hozir endi bilmadim qancha qani. Kamoliddin o'zingiz bilan aytyapsiz. Hozir vaziyat og'ir. Og'ir. Endi shunga hozir qancha? Hozir 1 million skidka qilamizmi? Yo'q, Bo'lmaydimi? mazam bo'lmay qolyapti unda qanday. Biz nimaga ishlaymiz? 8 million. Qancha bir uzg'orimiz o'tib Ha, tursa, 8,5 million. 500 skidka, 8,5 million Malibu. 8,5. Ranglarga keladigan bo'lsanglar, kecha 2-3 kun oldin qaymoq ranglarini olib qaymoq, Malibuning o'zi ham bosh tomonlari ham hamma tomoni qaymoq, shfanerigacha qaymoq, svetinilargacha qaymoq. Ana. Ajoyib ishlangan. Xohlovchilarga mana qoraga oq ishlangan varianti ham kombinatsiya qilib, kupeni variant 1, 2, 3 ta xona, undan tashqari tiylarda yana alohida 3 ta tortmalari ham bor. Pastida Pastlarda tortmalari ham bor, alohida qo'ying. ichki kiyimlar tiyishi mana. Kamoliddin, mana bu birinchisi, ikkinchisi, nari tomonda uchinchisi. Juda kerakli narsa. Bu ham xuddi shunday qirilib chizilmaydigan material, rossiyskiy material. Svetsinli. Ikkita ajoyib tumbasi va mana bunday ajoyib spalni, Malibu. Malibu vashi dahshat. Ko'rinishi qanday do'stlar? Tushib bitadimi deydi. Tushmaydi bu. Sakrang, mazza sakrang usta bemalol. Bemalol sakrayverasizlar. Polni lagerlargacha yerga tegadi. Bemalol balla terib berganiga chiqib sakrab ham ko'ravering. Ana. Yerga javob mana bunday ortopedический matraslari bilan 9,5 shunday sotganmiz. 500 skidka bilan 8,5 million. 8,5 ga ashi bomba do'stlar. Bosadigan joyi.
agar shu Malibuga moslab yo bo'lmasa mani mehmonxonaga high-tech anaqa qo'yaman deydi-ku, kamolda mana bunaqa troykalarimizdan high-tech troykalar. Ana, High-tech troykani qarang, qanday ajoyib ishlangan. gap yo'q. Buni oxiri o'zi 6 million 807 milliongacha sotiladi. O'zi. Siz xohlang Malibu oling, boya aytgandek. Xohlang boya Mayani sinisini oling, Balchiq oling, qizig'i yo'q, bitta mebel oling. Sizga chiroyli skidka qilib 500. Qancha? 500 skidkami? Bunga? 500 kam siz naborot xalqdamon bo'ling. 1 million so'rayman mandan. Siz xalqni gapini aytdingiz. Yo'q, men komplekt olsa 500 skidka qiladimi? Endi har doim shunday deyatdingiz-ku. 8,5 500 skidka qildim Malibuga. Aha. Yana 7 million oxir marta qo'yuvdim adashmasam. Keyin 6,5 ham qo'ydim. Keling. Bu qimmatroq. 5 millionga qo'ya olamizmi? Keling. Ketdimi? Ketdi. 5 million. Gap yo'q. 5 million faqat Kamoliddin bitta shartim bu. Iltimos sizlardan. Bitta Kamoliddinga like bosib, podpisatsiya qilish esdan chiqmasin. Bu bir. Ikkinchi shartim boya aytgandek 5 millionga beraman, gap yo'q, va'da. Faqat yo spalina bor, yo ugolok, yo stolsin. Bir nima xarid qiling bo'ldi. Ana bo'lmasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Gapimda to'g'ri. Luboy kelin kuyov misol uchun olmoqchi bo'ladi. Почти 1,5 million arzoniga bunaqasi do'stlar hech qayerda yo'q. Troykani qarang siz o'zingiz. 5 millionga troyka MDF dan ishlangan. Даже yon qismlarigacha MDF. Oling mana bu bilan bitta joyda ovaring. Bitta joyda ovaring. Masalan, shu qaymoq rangidan buni ham qilib beraman. 5 million 200 ga 5 million ana. Troyka varianti bu. Haqiqatdan bosadigan joyi bo'layapti do'stlar. Oynalar ham farset, ichidagilari qalin oynalar. Qalin oynalar, zo'r ishlangan, haqiqatdan chiroyli. Gap yo'q, zo'r. Jamshid aka, yangilik-ku, nima qilyapsiz endi bu? Fokusmi yonadimi o'zi shunaqa? Yo'q, diskoteka. Diskoteka. Sensorli. Sensorli. O'zimizning yangiligimiz. Buni avtori Murodjon degan akamiz. O'zimiz bilan birga seximizda birga ishlaymiz, biz seximizda. Yangilik qilib juda ajoyib ishlangan, qarang, shifonyerlar ham. Juda ham chiroyli ishlangan. Yangilik-ku, haqiqatdan do'stlar. Juda chiroyli ishlangan. Ko'rinishi antiqa. Xonalari ham alohida juda chiroyli ishlangan. Kiyim ilikkan xonalar. Mana bular manday ajoyib kiyim taxlayotgan xonalar va yana alohida kiyim ilikkan xonalar. Spalnilarga e'tibor qiling. Svetilnilar. Buralarda svetilnilar ulgurganimiz, svetilnilar yonadi. Spalnini boshlariga e'tibor qiling. Qanday ajoyib ishlangan. Yangi modelimiz ortopedический matraslari bilan MDF material, krashinni. Faqat qismi. Narxini qimmat aytib qo'ymaydi deb o'ylanib turibman-da, Kamoliddin. Keling. O'ylaning, aytishdan oldin yaxshilab o'ylaning-da. Keyin bitta xalqqa yoqadigan narxni aytsangiz, kelib mazza qilib olib ketsin. Mana shunday, shuni ham hisoblayapman, xalqqa ham Kamoliddin. O'zimga yoqmayapti deng. Xalqqa yoqqani. Keling. 10 million so'm mayli. 10 millionga? 10 million. O'zi aytiladimiz 12 million, 13 million ham hamma joyda har xil. 10 million so'm mana bunaqa ortopedический matraslar bilan xohlovchilarga paralon machalka, bu shart emas, paralon machalka aytsa yana 500 ming o'taman, 9,5 million. 9,5 do'stlar, shokolad narx. Hozir men действительно o'ylagandim, boyagi 12 million dedingiz-ku, narxdagi nima edi nomi? Tilla, Nasrulloh. Xullas, o'sha undan kam joyi yo'q-da. Haqiqatan yangi modelimiz. Svetilniki bor. Juda chiroyli ishlangan. Mana bu temboli yonadi, mana bunisi ko'rinishi yangicha. 12-11 lar deb turadi deb mana 10 million yana 9,5 ga ham olish varianti bor. Shunday. Parolon bilan olsangiz. Bo'ladi. Like bosib kelib olib ketaveramiz. Kelinglar, Kamoliddin oladigan pullarga arziydi. Haqiqatan ham yaxshi mebel. Sal qimmatroqdir balkim. Qo'ldan kelguncha arzon qilib ishlab ko'rdik. 10 millionga menimcha oladigan pulingizga arziydi, xudo xolasa. Xohlasangiz shu mebelga moslab, boya aytgan troykamiz. Troykamiz 5 million debardimmi? O'sha 5 milliondan qoladi bu ham. Qo'shib olishsin 5 millionga. Bu troykalarni o'zi aytayapman, 6,5 7 ana shunday sotiladi. 5 million troykaga foyda qo'yganimiz bir juda mos ekanda. Juda mos albatta. Do'stlar, tepadagi qoshlari mana bunda ham bor qosh. Вообще bir-biriga mos. Bu ham mos. Qarang.
xohlang mana shu mebel bilan endi mana troyka 5 million dedimmi? Mhm. Keling sizga mana troykani ham ko'rsatay. Voh, bunisi nima deyapti do'stlar? Voy jonim, qarang. Bu troykani olsangiz, Toplari. qarang, boya mebelga ham mos bu troyka. Mhm. High-tech troyka 4,5 million. 4,5 million. 4,5 million. Gap yo'q. Do'stlar, Uchta alohida high-tech troykalarimiz полный MDF fasad, MDF tashlangan 100% krashinli. Korpuslari ham menimcha почти 90% MDF tashlangan ekan. Men oldingi narxi nechi pul edi? 5,5 million. 5,5 million bitta mebel qo'shib olsangiz dedim. Ana, 4,5 million. 1 million skidga ketyapti. Xohlagan mebelingizni oling, 4,5 ga qo'shib beraman. Gap yo'q do'stlar. Faqat bitta shokolad. iltimosimiz o'sha boya aytganda bitta mebel xarid qilishsin bo'ldi. Olasiz, Любой. Любой farqi yo'q. 4,5 millionga troyka. Oling, balchiq bilan oling. Mhm. Balchig'imiz gibrid, turxona. Kamoliddin eng zo'r mebellarimizdan bittasi. Mhm. Trend mebelimiz, ko'rsangiz hali ham yaxshi sotyapmiz. Balchiq. Nomni qarang. Bu ham xuddi shunday qirilmaydigan, chizilmaydigan materiallardan Mhm. turxonali gibrid. Bu tomon bilan u tomoni kiyim taxlaydigan xonalar, eshiklar vakuum. Oynalar polni farset bo'lgan oynalar. Mhm. Bolalarimizga alohida qilib kalta kiyimlarga qilgan bizda kiyim taxlaydigan xonachalari va yana shim ilaydigani, reshilkasi sushilka deydimi? Mhm. I mana bunday alohida sefcha ham bo'ladi. Xolos ichki kiyimlar taxlab qo'ysa ham bo'ladi. Juda ajoyib ishlangan qizlarimizga va bunday ajoyib oyoq kiyim pasovka, bosh kiyim ilaydigan va uzun kiyimlarga qilingan xonamiz. Mhm. Shifonyerlardan katta ishlangan, 260 ishlangan. Ajoyib mana bunday trimolarimiz, trimoni orqalari svitsilnigi bor. Buni ham ulalganimiz yo'q, Kamoliddin. To'pga tiqsa ham yonib turadi. Mana bunday keyin ochiq joyi bor. ajoyib, mana bunday har doimda biz firmaning yashirincha xonamiz. Seflari bor. Sefchalarimiz mana bu spalniyimiz. Spalning ikkita tumbasini qo'ysa juda ham ajoyib turadi yonma-yon. Mhm. Komplektlari 7,5 edi. Eski narxda 7 million qilgandim Kamoliddin. Mhm. 7 million qilgandim. Jizzaxda ham o'tgan safar 7 million berganman. Keling. 200 mingga yana skidka qilaman. Jizzaxdan ham arzon. Jizzaxdan ham arzon qilib qo'ydim mayli. Samarqandliklar 6 million mazza qiladi-yu. 800. Gap yo'q. Erta Jizzaxdagilar urushib o'tirmaydimi? Nima deysiz? Yo'q. Samarqanddan oldi deb hisoblayveramiz. 6 million 800 qilib. Gap yo'q. 6 million 800. Do'stlar, bosamiz. 7,5 dan kam sotmaganman, bilasiz. Shunday, Oxir marta 7 million berdim. Yana 200 ming o'tib beraman. Xalq mazza qilsin, endi hozir qiyin payt hozir. Gap yo'q. Shunisiga ham shukur. Tumor. Xo'p. Keyingi fasonimiz Tumorimiz. tros bor, bunisi tumor. Tumorimiz juda chiroyli, 5 xonadan iborat high-tech modelimiz. Tremosni ham qimirlatilmayapman, sal surib qo'ymoqchi edim. Ichilarini ochib ko'rsatmoqchi edim. Men bor uzr o'tolmayman. Qiyinroq vaziyat. O'tish qiyin. Ana bu ikkita tumba Kamoliddin ana spalnining oldiga tushadi, shunaqa chiroyli chiqadi. Zinachali spalni bo'ladi. Juda ajoyib spalni. Haqiqatdan do'stlar. Parallel machalka. Men buni o'tgan safar skidka qildimda 7 million 800 qo'ydim. Rustam akam nima qilding? 8,5 sotardim-ku dedilar. Yana 300 ming skidka, 7,5 million. Ana. Tumorga, trosga bugun zo'r skidkalar bo'lyapti. Narxlari vashsha sinib ketdi do'stlar. Oladigan pulingizga arziydigan mebel, juda ham chiroyli mebel ham. Juda bagati ishlangan, qoshlarini qarang. Juda ham chiroyli ishlangan. Mebelga haqiqatdan mehr berilgan. Kraskalar zo'r sepilgan. Gap yo'q. Mebel deganda men mana shu rangni tushunaman-da endi. Jamshid. Siz nimani tushunasiz? Mebel deganda mebelning rangi deb shuni ham aytamiz-da. Mana shu mebelning rangi-da. Mebelning rangi deb azaldan bor rang. Bu hech ham o'lmas ekan bu rang. Olib qo'yaveramiz. Klientlar mijoza so'raydi. Qani unaqa ranglar yo'qmi? Mebelning rangi deyishadi, oxiri qo'yib qo'ydik. Yaxshi sotyapmiz. Zo'r ishlangan 100 modelimiz. 100 model. 100 da bu kichkinasi, kattasini yana ko'rsatib o'tamiz. Mana bunday ajoyib spannerlarni qarang, juda ham chiroyli ishlangan. MDF materialdan ishlangan. Xuddi shunday bunga ikkita tumba, mana bunday ajoyib shifonyerimiz, mana bunday spalnerimiz oyoq uchlarigacha o'yma. Kamoliddin bitta shunday u tomonga o'tib tremosini olsangiz juda yaxshi bo'ladi. Tremos bizga teskari qarab turibdi. Do'stlar, mana span bosh tomoni mana bu. Uni kattaligini qarang. Men yarmida qolib ketyapman. Juda ham chiroyli ishlangan tremolari ham. Do'stlar, mana ko'rinishi. Xo'p, nech pul qilib beramiz? Konkret videomiz ham yarim soat bo'lib ketyapti. Tasavvur aytmasak. Keyingi bergandim-da buni ham. 7,5 berilgandi.
Skidkada 700 skidka bunga. 700. 6 million 800. Voy dod. Xohlang shuni, shu fasonni rangini o'zgartiringda bu rangidan beraman. Mana bu rang. Farqi yo'q. Rangini ahamiyati. Rangi masalan hozir Samarqandga mebelni rang, korishniy qo'yganmiz. Jizzaxdagi magazinimizda qaymoq rangidan qo'yganmiz. 6 million 800 ming so'm. Gap yo'q. Juda Do'stlar, katta ishlangan, juda katta juda mebel. katta haqiqatdan. Juda katta mebel. Endi ko'pchilik bilgan, kutgan o'sha mebel 100. Biz kutgandik. Biz shu tushishini bilgandik. Narxlar Shunday. sinishini kutgandik degan akalarimiz uchun qani narx sindiraylikchi. Mebelchilar ham o'ziga kiyib qolishini ham bilgandik dedik. Mebelchilarga tegib ketdi bunisi. Tegib ketadi menimcha. Raqobat juda ham kuchli. Raqobat juda ham kuchli. Shiddat bilan raqobat o'syapti. Mayli, raqobat bo'lsa arzonchilik bo'ladi. Xalqqa foyda bo'ladi. Xalqqa foyda. Xalq mazza qilsin. Gap yo'q. Biz qanday kunimizni ko'rib olamiz, qanday qilib bo'lsa ham mayli. Albatta. O'zbeklar baribir nima qilsa ham kunini ko'rib ketadi, liboy joyda deydi-ku. Alloh, hamma rizq Allohdan. Albatta. Qarang, 100 modelimiz. Kamoliddin, buni sizga ta'riflab o'tirmayman, bilasiz. Bilaman. Bitta faqat razmerlarni aytib o'tay. 3 metrdan ziyod shifonyerda o'zi. Mhm. 80-69 Xitoy fason, ustunlari MDF, balandligi 2,5 metr, uzunasi 3,10 larga yaqin. Trimola 1,70. Mana o'zim turgan holatda ham baland ishlangan. Ustunlargacha MDF, ranglari qaymoq bo'yatganda, mana bunday ajoyib spalnisi. Spalnini qarang, Kamoliddin, bir havosi keladi. Spalnining Bu yuzda kattasi-ku Kamoliddin. Mana siz hozir spalnining ustiga chiqib turibsiz, ana shu yuzda kichkinasi. Uni ham spalnisiga ko'rsating-da, mana shuni buruling. Pashti bir xil qarang. Faqat shkaflarida farqi bor. Spalnilar bir xil pashti. Bir xil. 100 modelimiz kattasi, videom suzilib ketadi haqiqatdan. 9,5 10. Hamma vaqt shunaqa sotganmiz o'zi. 8,5. 8,5 millionga tushdi. Oxiriga yiqilgan narx ekan. 10 milliondan sotyapti deb o'ylanmasdan. 8,5. Jizzaxda ham 8,5 qo'yib yubordim, bu safar Samarqandga ham 8,5. Gap Hamma odam aytyapti, Samarqand bilan Jizzaxda narx bir xilmi? Bir xil. Kilolilar. Mana ochiq o'yladi, bir xil narx. Gap yo'q. Kilolilar. Do'stlar, narxlar prosta shokolad bo'lingan payti mana Jamshid akamiz eng ishonchli qo'llardan bosamiz. Qanaqasi yoqqan bo'lsa, telefon orqali zakaz qilsangiz ham aytilgan narsa o'shanda yetkazib olib borib beriladi. Xo'p, penalimiz ham bor berdi. Penalimiz oxirgi mebellarimizdan bittasi. Penal masalan alohida deylik, masalan ramkalari bilan. Endi ko'pincha 10 ta odamdan bitta odam ramka olmasa, pashta hech kim olmaydi. Потому что bu po televizor, ramka qo'yilmaydi, televizor iladigan narsa. Bu auditoriyangiz yaxshi biladi, klientlarimiz ham yaxshi bilishadi. Yana bir qaytarib o'tay. Ramka bilan bo'ladigan bo'lsa 5,5 million. Ramka kerak emas bo'lsa, o'zini olamiz deyishsa 5 million. Yo 100 olamiz, 100 olamiz, tumor olamiz, tros olamiz, balchiq olamiz, farqi yo'q. Любойta mebel oling. 4,5 million. 4,5 millionga mana shunaqangisini olib ketyapmiz. Bunday ustunlarini qarang. Bu ham xuddi shunday MDFdan, sapoglar MDFdan, oynalar grabirovni oynalar, chizilmagan qalam bilan o'zidan o'yilgan. Ichidagi oynalar ham qalin 0,8 qo'lda kesmaydigan farset bo'lgan oynalar. Xuddi shunday boya aytilgandek bitta mebel oling, 4,5 ga oling buni ham. 4,5 million so'm. Shokolad narxlar do'stlar, bosadigan joyini ko'rsatdik. Tugadimi Jamshid aka? Tugadi, xudo xolasa. Xo'p, xayrlashamiz oxirgi gaplarimiz. Oxirgi gaplarimiz nima? Avvalambor Kamoliddin sizga katta rahmat. Ishlaringizga omad. Nima deymiz? Mana shunday aka-ukalarimiz hech ham ayrilmasin. Inshaalloh. Kamoliddinga bitta podpisatsiya qilib, like bosishni esdan chiqarmanglar. Qiynamas-ku, iltimos qilyapmiz. Qiynamas-ku, mana shunday bitta like bosib, podpisatsiya qilsalar, bizga har nima ko'proq odam ko'rishini xohlaymiz. Keyin ko'pchilik odamlar podpiska bo'lmasdan ko'rar ekan, shu so'rab qolamiz. Albatta podpiska bo'lib qo'yingizlar. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz, izlab yurmaydi-da YouTubedan. Xo'p, har doim sizda yangi videolarimiz kelib chiqib turadi. Sizlardan mana oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ko'rgan vaqtingizga rozi bo'ling deb qolamiz. Like-da ayamang, kommentariyada chiroyli fikrlar yozib qoldiring. Mana inshaalloh mana bu yil uylanmaganlar hammasi uylanib ketsin, shu mebel olmaganlar hammasi mebelli bo'lsin deb qolamiz. Sog' salomatlikda ko'rishguncha omon bo'ling.